Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Yil ayoli milliy tanlovi hamda eng namunali xotin-qizlar faoli tanlovining respublika bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ayollar jamiyat tayanchi, millat tarbiyachisi, qadriyatlar davomchisi va taraqqiyot yetakchisidir. Ularning bilimli, sog'lom va himoyalangan bo'lishi har qanday davlatning barqarorligi va farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Barchamizga yaxshi ma'lum, yurtimizda xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash davlatimiz rahbari siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Jumladan aynan ayollar va xotin-qizlarning mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy hayotida ishtiroki ortib, ular davlat boshqaruvi organlari, parlament va mahalliy kengashlar, tadbirkorlik va ilmiy tadqiqot sohalarida faol ishtirok etyaptilar. Ayollar tomonidan erishilayotgan yutuqlarni munosib taqdirlash maqsadida Yil ayoli milliy ko'rik tanlovi o'tkazilib kelinyapti. Unda jamiyatning ijtimoiy, siyosiy hamda iqtisodiy hayotida faol ishtirok etayotgan tashabbuskor xotin-qizlar qatnashayotganligi e'tiborga molikdir. Bu yilgi 2025-yilgi Yil ayoli tanlovi o'ziga xosligi bilan an'anaviy bo'lsa-da ajralib turadi. Quyi tizimda aynan xotin-qizlarimiz chekka hududlarda tadbirkorlik qilayotgan, vatanimizning tinchligiga xizmat qilayotgan hamda uning rivojiga hissa qo'shayotgan xotin-qizlar tanlab olingan. Bu yilgi tanlovda yangilik sifatida eng matonatli ayol nominatsiyasi joriy etilyapti. Bugun ilm olayotgan, ro'zg'or ishlaridan ortib tahsil olayotgan hamda o'zini turli yo'nalishlarda sinab ko'rayotgan xotin-qizlarni kashf etish, ularni nafaqat o'sha viloyat miqyosida, hudud miqyosida, balki respublika miqyosida namunali etib ko'rsatish aynan mana shu tanlovning maqsadlaridan biri. Joriy yilda Yil ayoli tanlovining tuman shahar bosqichlarida 3014 nafar ayollar ishtirok etdi. Tanlovning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bosqichlarida 208 nafar, tuman shaharlardan esa jami 964 nafar ayollar qatnashib, ulardan 150 nafari respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritishdi. Yil ayoli 2025 ko'rik tanlovida yilning eng vatanparvar ayoli, yilning eng faol olima ayoli, yilning eng ilg'or tadbirkor ayoli, yilning eng yaxshi ijodkor ayoli, o'z kasbining ustasi bo'lgan Yil ayoli, yilning eng yaxshi uy bekasi, yilning eng faol ma'naviy ma'rifiy targ'ibotchisi, yilning eng jonkuyar ustozi, yilning eng faol sog'lom turmush tarzi targ'ibotchisi, yilning eng yangi g'oyalar tashabbuskori, xotin-qizlar faoliyatini eng ko'p targ'ib qilgan ommaviy axborot vositalari vakillari, ijtimoiy tashabbuslar yetakchisi hamda matonatli ayol nominatsiyalari bo'yicha munosiblar taqdirlanishdi. Harbiy xizmatchi ayollarning o'rni va mavqei juda ham asosiy o'rinni egallab kelmoqda. Shu jumladan Milliy gvardiya saflarida xotin-qizlarimiz 100 dan ortiq ayol harbiy xizmatchilarimiz xizmat qilib kelishmoqda. Xizmat davomida harbiy xizmatchi ayollarimiz o'zining burchi, sadoqati, vatanga bo'lgan muhabbatini o'z xizmati ila ado etib kelmoqda. O'zbekistonda har bir qizlarimiz, har bitta ayolimiz baxtli bo'lishga, erkin yashashga haqli deb hisoblayman va shu o'rinda biz harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatchi ayollar mana shu ayollarimizni har birini baxtli bo'lishiga, ularni erkin va mustaqil zamonda tinch yashashiga o'z xizmatimizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Albatta bu ayollarimiz bugun nafaqatgina Yil ayoli, ular bugun yetakchi, ular bugun yo'l boshlovchi va o'z mana shu tanlagan yo'nalishlari bo'yicha lider ayollar hisoblanishadi. Ushbu tanlovlarimiz, ushbu saralash tadbirlarimiz yil davomida ham davom etadi. Albatta Toshkent viloyatining 883 ta mahallalarida mana shunday xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda, ayollarni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirishdagi o'rnini ko'rsatishda albatta biz ayollarimiz hammamiz yelkama-yelka turishga tayyormiz. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Yil ayoli milliy tanlovining respublika bosqichi g'oliblarini taqdirlashga bag'ishlangan bayramona tadbir mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini keng rag'batlantirish, shuningdek, yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan ibratli ayollar faoliyatini e'tirof etishga qaratildi. Sardor Mirfuzalov, Murod Sagrayev, Poytaxt.